Ushbu loyiha Turon-bank hamkorligi Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Hosilot muzeyi 847-848 sonli konturida amalga oshirilmoqda. Bu yerda malina ekilgan, maydon hajmi 10 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar chiqish, gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish 60 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 40 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 25 sotix yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor vodili dorivor o'simliklar kooperativ ishlab chiqarish kooperativini biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 10 tonna, jami 100 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish niyatidamiz.